Hammaga assalomu alaykum do'stlarim. O'sha bog'chani podключениyasidamiz mana. LED освещениyalar установка qilingan hammasi. Bugunda podrazetniklarni, mana bu kabellarni zacheska qilib, tak rozetka включатор o'rnatishni boshlayman. Xo'p. Montajimiz без коробки mana ko'rishlaringiz mumkin. Shiliniya bu kelgan. To есть boshlang'ich rozetka mana shu. Undan bitta pitaniyacha unga o'tgan. Bundan bunga kelgan, bundan bunga, bundan bunga. Undan bunga kelib va обратно qaytib дальше shitga ketgan. To есть bu отдельный. To есть o'sha без коробки montaj sxemasida ishlangan bu yerda ham. Hech qanaqa degan joyi yo'q. Просто sizlarga ko'rsatyapman. Mana bu rozetkalar ham полный без коробка mana. Bundan bunga, bundan bunga, bundan bunga o'tgan. Xo'p. Hali ham kimlardir mendan so'rayapti, nima uchun mana bu yerda ikkita kabel kerak deb. Akalar qaranglar. Bir narsani to'g'ri tushunib olishlari kerak-da. Mana bu hozir boshlanishida korobkani kelishdi boshlanishi. Mana bu kabeldan hozir men o'zim bilganim uchun aytyapman. Mana bu kabeldan hozir bizga shitdan pitaniya keladi. To есть biz uni narki rozetkani zapetat qilishimiz uchun, to есть u rozetkaga tok borish uchun bizga ham kabel kerak bo'ladi. Ikkinchisi. To есть bundan bizga shitdan kelayotgan bo'lsa, bu kabeldan nariga rozetkaga o'tib ketadi mana. Tushunyapsizlarmi? Bu yerda mana bu yerda ulanib, rozetkaga chiqarib, ulangandan keyin rozetka qo'yiladi-da, kirib ketadi ekan. Keyin o'shanda bemalol spokойно mana bunga tok keladi. Mana bu kabelga tok keladi. Bunisidan bunisiga o'tib ketadi mana. Ko'ryapsizlarmi? Bu yerda o'zi 3 ta sxema mana. Bu oxirgisi mana bu yerda bitta. O'sha bu konечныйda oxirgisida o'sha mana shundan shunday chiqib, shuna menga keladi. Bo'lish yerda oxirgisi tugaydi. Dальше bo'lsa u tomon o'zi отдельный группа. To есть bu ham xuddi shunday. Bu oxiri. Bunisi o'rta mana ikkiga bo'lingan turibdi mana. To есть ikkita bitta kelyapti, dальше ketyapti oqirib. Bunisi ham xuddi shunday mana. Shitdan betani kelyapti va mana bu ikkita rozetkamizga tok kelish uchun qilingan. Xo'p, bu yerda mana rozetkani kabeli kirib, dальше o'tib ketyapti. To есть betani kelyapti va keyingi rozetkaga mana bu rozetkaga betani o'tib ketyapti. Mana bu ikkita esa nimani kabeli? Освещениyaning kabeli. Betaniyasi. Bu yerda mana bu lampochkani kabeli bo'lsa, mana bunisi o'sha to есть bu o'zi kichkinagina mini korobkacha hosil qilingan. Mana bu metka qilgan. Mana bu metka qilganim lampochka bo'lsa, mana bunisi o'sha mana bu включаторga pitaniya o'tib ketgan mana. Buni ikkinchisi o'sha потолокdan kelayotgan LED ekan. To есть sxema как бы shunaqa, mana shunaqa, unaqa hech qanaqa bir kosmetik hech qanaqa joyi yo'q. Qilib bergan odam o'zi bittada nima bo'layotganini tushunib yetadi bu yerda. Tushunmaganlar uchun, tushunishni xohlaganlar uchun mana shu tushunmagan joylaringizda so'ranglar, imенно o'sha joyini men sizlarga xudo xolasa video qilib chiqaraman. Videoim sizlarga foydali bo'ladigan umiddaman. Rahmat tomosha qilganlar uchun shu joygacha. Salomat bo'linglar. Kommentariyada o'zlaringiz fikrlaringizni qoldirib ketinglar. Kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Rahmat.